Chupa-chups. Doimiy xursandchilik. Mr. Beast haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Steven James. 1998-yil 7-mayda AQShning Kanzas shtatida tug'ilgan, lekin Shimoliy Karolinada ulg'aygan va hozir 26 yoshda. Asosiy kasbi YouTuber. Mr. Beastning onasi Amerikaning qurolli kuchlarida ishlagan. YouTube kanalining hozirgi nomi Mr. Beast. YouTube kanalining birinchi nomi esa Mr. Beast 6000 bo'lgan. Xayriya ishlari bilan faol shug'ullanadi. Team Trees va Team Seas nomli loyihalari mavjud. Festivals nomli shokolad brendi ham bor va Beast Burger nomli fast food biznesiga ega. Ko'zlari ko'k rangda, bo'yi 189 cm, vazni 84 kg. Maktabga borishni yoqtirmagan. YouTube'dagi faoliyatini 2012-yilda boshlagan. 2016-yilda Greenfield akademiyasini tugatgan. U kollejni 2 haftada YouTube uchun tashlab yuborgan. Ijodini endi boshlaganida ijarada turgan. Birinchi YouTube kanalini 13 yoshida ochgan va ilk videolarini Minecraft va Call of Duty haqida qilgan. 2024-yilga kelib Mr. Beast YouTube'dan taxminan $500 million ishlab topgan. Forbes jurnaliga ko'ra, dunyodagi eng ko'p daromad qiluvchi YouTuber hisoblanadi. YouTube algoritmini o'rganishga juda ko'p vaqt sarflagan. Mr. Beastning videosiga Ronaldo ham ishtirok etgan va Ronaldo o'z muxlisiga atayin yutqazib bergan. Pinke laqabli kuchukchasi bo'lgan. Bitta ham tomoshabini yo'q streamerga $100 ming donat qilgan. Mr. Beastning har bir videolari 100 milliondan ortiq prosmotrga ega bo'ladi. Yoshligidagi kumiri PewDiePie bo'lgan va Mr. Beast o'z kumiridan ham o'tib ketgan. Yaxshi ko'rgan qizi bo'lgan, lekin u bilan ajrashishgan. Naruto animesini yaxshi ko'radi, beysbol o'yiniga qiziqadi. Eng yaxshi ko'rgan o'yini Minecraft, eng yaxshi ko'rgan ovqati steak. CJ ismli akasi bor. Oh shit. Here we go again. Krona kasalligiga uchragan va bu kasallikni deb 13 kilogramga ozib ketgan. Mr. Beastning eng yaxshi ko'rgan mashinasi bu Lamborghini, lekin bunga qaramasdan Mr. Beastda bitta ham qimmatbaho mashina yo'q. Lamborghini bilan shartnoma ham imzolagan. Mr. Beastning otasi yo'q. Mr. Beast yoshligida introvert bo'lgan. Agar YouTube bo'lmaganida beysbolchi bo'lar edi. 15 yoshida yashashni xohlamagan va hatto maktabga borishni ham istamagan. Mr. Beastning eng katta orzusi uysiz odamlarga minglab uy qurib berish. Mr. Beastning birinchi virusli kontenti 100 minggacha sanayimiz bo'lgan. Bu videosigacha bo'lgan kontentlari deyarli prosmotr olmagan va shundan keyingi videosi 200 minggacha sanayimiz bo'lgan. 2017-yilda o'zining tug'ilgan kunigacha 1 million obunachiga erishgan. Hozirda 4 dan ortiq YouTube kanallari mavjud. Videosidagi bitta reklama narxi o'rtacha $1 million. O'zining shaxsiy kiyim do'koni bor. 2018-yilda 10 million obunachiga erishgan. O'zining xayriya jamg'armasini ochgan. Komandasida asosan 5 kishi ishlaydi. To'liq hisobda esa 50 dan ortiq. Jamoasi uchun oyiga $3-4 million xarajat qiladi. Hozirda kanalda 374 million obunachisi bor va 853 ta video joylagan. Call of Duty haqidagi videosi mashhur bo'lmagan. Hattoki Fortnite o'yinida ham Mr. Beast bilan kollaboratsiya bo'lgan. Uydagilari haqida deyarli hech qanday ma'lumot yo'q. Mr. Beast Milstroy va Litvinga obuna bo'lgan. Mr. Beastning birinchi qizi pul uchun sevishgan va shu sababli ajralib ketishgan. Mr. Beastning hozirgi sevgilisi Tia Boysen. Birinchi uchrashuvda sevgisi rostligini tekshirish uchun 40 dan ortiq savollar bergan. YouTube'da mashhurlikka erishganidan so'ng uning klonlari ko'payib ketgan. Misol uchun Fidias yoki Borderline eng qimmat reklamani Kalmar o'yini videosi uchun olgan va bu reklama Brawl Stars'dan $3,5 million ga olingan. Mr. Beastning birinchi sherigi Chris Tyson hisoblanadi. U ayol bilan ajrashib, o'zining jinsini o'zgartirgan. Do'stining bu ishi Mr. Beastga yoqmagan. Mr. Beast Vlad A4ni plagiatda ayblagan. Mr. Beast oldingi prevyularda og'zini ochib turardi. Hozirgi prevyularda esa shunchaki jilmayib turadi. YouTube Mr. Beastning 200 million obunachisi bilan tabriklab sovg'a yuborgan. Mr. Beast qimmatbaho kiyimlarni va qimmatbaho uylarda yashashni yoqtirmaydi. U asosan pullarni yangi kontentlar uchun sarflaydi. Mr. Beastni politsiya qamoqqa olgan, lekin bu prank bo'lgan. Mr. Beastning videolaridagi pullar haqiqiy emas. Yutgan odamlarga pullarni kartadan o'tkazib beradi. Ronaldoning podkastida Mr. Beast qatnashgan va Ronaldoning jestini takrorlagan. Mr. Beastning eng uzun videosi 100 minggacha sanayimiz hisoblanadi. Bu
Bu videoning davomiyligi 24 soatni tashkil etadi. Mr. Beast kelajagi haqida 5 ta video yuklagan. Oxirgi videosi shu yil oktyabrda chiqadi. Oyga o'rtacha 2 ta video chiqaradi. O'rtacha oyligi 30 million dollardan oshadi. Mr. Beast perfeksionist hisoblanadi. Mr. Beast PewDiePie'ga yordam bergan. Instagramida esa 66 million obunachisi mavjud. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.